Bekorchining bir kuni yoxud klizma olgani, yo'g'i ukol olgani o'g'limga, chunki emlanadigan payti kelib qoldi. Erim pochtaga kirib ketdi. Ona bola tar ekan, uyimizda bor ekan deb ikkita bekorchi mashinada kutib o'tirdik. O'g'lim nimagadir shu krossovkasini shunaqa yaxshi ko'radi. Hech kimga bermasa, yechib beringiz, qo'liga ushlavasa. Politsiyaga kelsak yaxshigina o'chirib turgan ekan. Hamma bolalarning qo'lida narsa bo'lgani uchun menga ham biror narsa ber deb o'g'lim janjal qildi. Qo'liga narsasini berib qo'ydik. U o'zi taroziga chiqib ko'radi. Nima grami bor ekan bu bolani dedim. Bu orada yiqilib ustiga narsa ham to'kishga ulgurdi. Mana senga deb ukol oldirgani olib ko'rib ketdik. Syomka qilyotdim. Hamshira opamiz syomka qilish mumkin emas dedi. Shunaqa qattiq darajada ushlab olishgan. Koreyada больницаlarda agar vaqtida borishingiz kerak, chunki daftar bo'ladi, daftarga yozib qo'ygan bo'ladi. Imенно o'sha vaqt, o'sha soatda borishingiz kerak. Har bitta emlanadigan kunini o'zini soati, vaqti belgilangan bo'ladi. O'tdan chiqib produktni olgan bordik, chunki produktda обязательно kerak, ayniqsa bola bilan bo'lsanglar, produktda har doim kerak bo'ladigan narsalardan bittasi. O'g'limga asosan baliq mahsulotlarini yaxshi beraman, chunki u baliqni yaxshi ko'rib, yaxshi yeydi. Bolaga ham juda ham foydali deb o'ylayman. Har xil dengiz mahsulotlarida baribir qanaqadir temir moddasimi, yodmi, hamma narsa bor-da, короче tushuntira olmadim. Botda esa KFCga kirdi. Chunki men KFCni yaxshi ko'raman, o'g'lim kartoshka friyni yaxshi ko'radi. Обязательно usiz hayot yo'q deganlar-dek, shunaqa qilib uyga keldik.